Bekorga bu reelsni ish qilmaydigan xotinni bir kuni deb nomlamadim. Chunki xo'jayinim aytishlari bo'yicha men uyda hech narsa qilmay faqat telefon ko'rib yotarkanman. Ertalabdan turib shirgruch pishirdim. Bu orada qizimni bog'chaga olib chiqib tashladim va obedga okroshka tayyorlab qo'ydim. Okroshkaga barcha mahsulotlarni somoncha qilib mayda qilib to'g'rab, suv, go'sht suvi, kefir, qaymoq va tuz solib aralashtirib tayyor qilib qo'ydim xolodilnikka qo'yib. Va uydagi mayda-chuyda ishlarimni qilib oldim. Xonamni tozaladim, kirlarni yuvishga qo'ydim. Qizim bog'chadan kelguncha nonushta uchun nimadir tayyorlab qo'yay deb somsalar ham qivordim. Tayyor malina xamirlari bor edi. Va bu xamirni tayyorlayotganimda duxovkaga ustiga suv solib qo'yaman. Ustiga tuxum surgandan ko'ra suv qilib pishirsanglar, qavatlari yana ham ochilib, chiroyli bo'lib chiqar. Bo'lgan kirlarimni olib, qizimni bog'chadan olib kelib oldim. Va endi ko'chaga chiqmoqchi bo'lganimizda, "Oyijon, ketdi, aylantirib kelaman" deb bizani ovqatlantirishga olib bordilar. Shu bilan bir kunim ham o'tdi. Bu reelsni sizlarga bekorga joylamadim. Siz ham xo'jayiningiz hech shunaqa faqat yotasan degan gapni aytganmilar? Yo bitta mandami bu? Kommentariyada yozib qoldiring.